Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sog'liginglar yaxshimi? Mana men ham ushoq nerv bilan Ushoqli nerv nevralgiyasi bilan keldingiz, opa, xudo xolasa. 2 kursni tugatdingiz. 2 kurslik natijamiz qanaqa o'zgarishlarga erishdingiz? Foydasini bildim. Qancha foizga yaxshilandingiz 2 kursda? 70% yaxshi bo'ldi. Bemalol hozirda ovqatlanyapsiz, xudo xolasa. Chaynab, har qalay bemalol non chaynab yeb qoldim. U kuchli og'riq bilan keldingizda siz ham. Tushunarli. Hozir 2 kurs muolajamizni 70% ga erishibsiz. Endi 4 yil oldin ham operatsiya bo'lgan ekansiz, ushoqli nerv nevralgiyasiga. 9-yildan beri kasal bo'lib yurdim. 9 yildan beri. Yo'q, 9-yildan beri. 2009-yildan beri. 2009-yildan beri shu kasal bilan olishdim. Bormagan yerim qolmadi, ukollar qildim. Oxirida 22-yili o'g'lim operatsiyaga olib bordi. Bu yerda operatsiya qildirib kelib, yaxshi 1,5 yil, 2 yil yaxshi yurdim, og'rimadi. Keyin yana qo'zg'ab qoldi. Keyin chap tomonimga ham og'riq o'tib qoldi. O'sha ikkala tomonlama zararlandi ushoqli nervlar. Keyin yana ovqat yeyolmay qoldim yaqinda. Hech iloj bo'lmadi. Keyin yana YouTube'ga kirib o'g'lim ko'rib qoldi. Ko'rib endi siz bilan maslahatlashdi. Keyin kelib mana shu yerda bir kurs oldim, uyga bordim, ikkinchi kursga keldim. Kelganimdan keyin mana shu tomonimda tugun turasdi. Mana shu chiqqandan keyin tugun surilib tepaga chiqdi. Hozir mana shularga ari chaqtiryapman. Hozir foydasi ancha yaxshi oldingidan. Yaxshi, o'zgarishlaringiz yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Endi oldin shu og'riq qoldiruvchi blokadalarni ham yuzimga oldim deb gapirdingizmi? Unda qanaqa natijalarga erishildi? Unda blokadalarni olganimda hushlarimdan ketdim. Voy, qancha qiyinchiliklarni ko'rdim. Hozirda endi operatsiyani tavsiya qilasizmi sizga o'xshagan bemorlarga yoki blokada og'riq qoldiruvchini? Men operatsiyaga borishni yaxshi shifo berdi 2 yil. Yana qayta borgan yuragim dov bermadi. Yo'q, operatsiyaga yana 2 yil yaxshi yursam, yana bo'lsa, yana yursam deb o'zim qo'rqdim operatsiyadan. Undan ko'ra mana shu qiynansam, mana shu ariga kelay deb mana shu yerga keldimda. Ammo shifo topdim, yaxshi o'zgarishlar. Ancha. Ovqatlarni bemalol yeb qoldim. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Endi bu operatsiyadan keyin yana ikkinchi tomoningiz ham qo'shilib qolingan ekanda sizda. Shunday bo'lyaptimi? Hozir bu tomonimga ham quryapti. Bu tomoningiz ham davolanib, xudo xolasa u yog'ingiz ham yaxshilanib ketadi. Yaxshi. Bo'yinda orqasida og'riqlar, sanchiqlar bor ekan. Unda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Hozir yo'q. Bo'yin og'riqlari, sanchiqlar yo'q hozirda. Ashi nerv tiki deb o'yladimda, mana shu boshim orqalari ham og'riydi. U yaxshilanib bo'ldi, xudo xolasa. U yerlar yaxshi bo'ldi. Xo'p, ikkala qo'l uvishlarimiz bor ekan, ularda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Uvishlar qolmadi. Yaxshilanib bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi. Endi jinsiy tomonlama shikoyatlaringiz ham yaxshilanib ketdi, xudo xolasa. U ham yaxshi. Alloh shifosini bersin. Xursandmisiz axir? Xursandman. Xudo xolasa mana 3-siga keldim. Bir yo'l yaxshi bo'lib chiqib ketishga harakat qilyapman. O'zimda ixlos qilib. Yaxshi. Alloh shifo bersin. Albatta. Mayli opa, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Alloh shifosini bersin. Kasal bo'lmanglar.